Assalomu alaykum hurmatli qushbozlari va Marg'ilon kombinat qush bozoriga tashrif buyuryapmiz. Ichkariga kirib qushlarni boricha qo'ldan kelgancha obzor qilishga harakat qilamiz. Narxlarni yoritishga harakat qilamiz. Sizlardan videoni ko'rishdan oldin bitta like va obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyaga bilmayman, omad degan so'zlardan yozib ketsalar xursand bo'lamiz. Hammalaringga rahmat. Kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum. Olyapman aka. Tayyor qushlar nechi pul qanaqa? Tayyor qushlar 280. 280 ming. Assalomu alaykum. Qaraysiz? Chexlar nechi pul ekan? 550 ming. Jupi 550 ming so'm ekan. Prosto oddiy vannistiklar 280 ming dedingiz ularda? 280 ming ekan akalar. Bozorimiz mana akalar, ko'rishlaringiz mumkin. Bozorlarimiz avjida, Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Malado'lar nechi pul deyapsiz hozirda? 280 ming berishdi. Chaklilar ham shunaqa ekan, akalar. Chakli nechi pul? Donasimi? Chakli donasi 200 ming so'm ekan. Bozor o'ta darajada avjida ekan. Bozorimiz hamisha yana shunday suv bilan boshlanadi. YouTube ijtimoiy tarmoq orqali bilan Jamoldan ekan. Malado'lar nechi pul olyapsiz bugungi bozor? 100 ming. Malado'lar 100 ming so'm olyapti. Karellolar qanaqa? Karelalar 130 mingdan olinyapti. Malado'larni 130 ming so'm. Malado'y 130 ming ekan Karello, tayyorlari 150 ming ekan. Radujni nechi pul deyapsiz? Radujni 450 ming bo'lishi. 450 ming ekan akalar, ko'rishlar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Kommentariyaga bildiring. Yana o Karello ham tuxum qo'yib qo'yibdi. Tuxum qo'yib qo'yibdi. Narxi oshadi. Tuxum qo'yib qo'yibdi, narxi oshadi. Ishonchli akalar. Tayyor ishlab turgan mana. Marg'ilon kombinat qush bozorimizni mana Teo bozoriga o'tdim. Xohlasa bozorda narxlarni ko'rsatib boramiz. Ya kanaliga bozor. Jo'jalar. Ormay aka, assalomu alaykum. Bular qanaqa zotida? Avstraliya. Donalari nechi pul? 200 ming. Donasi 200 ming so'm ekan akalar. Kimga zarar bo'lsa, qaranglar, Marg'ilon kombinat bozorida bor ekan. Aka rahmat. Nomer aytaveramizmi? Ayting. 90 277 277 76 76 65. Akalar kimga astrologdan ekan, kimga zarar bo'lsa telefon qilinglar, akamiz uylardan ham sotaveradi. Aka, bozoringiz bersin. Aylanib yuribmiz akalar. Aka, endi uylar nechi pul aka? Assalomu alaykum. 450 ming xo'rozi. Makiyonlarichi? 300 mingdan makiyon, ha? Rahmat. Bedanalar, jo'jalar, qora jo'jalar. Aka nechi pul ekan narxlari? 3 ming so'm bedanalar, ha? 3 ming so'm bedanalar, 10 ming so'm qora jo'jalar. Akalar kimga zarar bo'lsa, ha bedana jo'jalar. Bedana mana bu kattalari bor. Kattalari nechi pul? 15 ming. Jupi 15 ming ekan, tug'y ekan. Tuxumlari bor ekan aka, mana. Keyin bu qiyosda jo'jalari ham chervoq ekan. 200 ekanmi? Ha. Ikkita magan to'g'roz ekan. 3 500 mi? Don 500 mingdan, ha? 500 ming so'mdan ekan akalar. Ikkita magan tuxumda ekan akalar, mana. Kimga zarar bo'lsa. Nomer aytamizmi? Ayting. 99 lik 495 495 77 44. Akalar kimga zarar bo'lsa telefon qilinglar, baraka qilib yuboramiz. Hammaga rahmat. Rahmat. Qora shahzodalar nechi pul? Hojdada? 350 ming. Makiyonlarichi? 200 mingdan. Makiyonlari 200 mingdan, xo'rozi 350 ming ekan. Qora shahzoda. Jasad qaranglar akalar. Kimga zarar bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hammaga rahmat. Hozir qush bozoriga o'tib ketyapmiz. Qush bozorida yengil obzor qilishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Qalaysan? Ishlayapsizmi? Mana Ibrohimjon, va Otabek. Omma bozorda eng opasniysi bu.
Haligi Abdulla aka aytmoqchi apasni. Bu karobkalarni yasab chiqgan. Bo'ri boyvachcha. Nechi pul sotyapsan? 5000. Bunga nimalar solinadi? Ha. Ha. Malades. Bozoringni bersin, ha? Ketib qoladi. Ko'ryapsizlarmi? Yo'q, bizneschilar mana shular. Bozorni yurgizyapti bu bola. Ma. Malades, bozoringni bersin. 5 ta olib qo'y. Obunachilarga nima deysan? Baland gapi. Ha? Malades. Güzel. Obuna o'yinlarga mana shu bolaning gapi yerda qolib ketmasin. Bunaqa maladelar narxini 100 ming so'mdan 95 ming so'mdan 100 ming so'mgacha olishyapti. Bemalol kelaverasizlar. Hammaga rahmat. Talak boshqa ketamiz. Kanaraga nechi bo'l? 400 ming. Angorga chex bilan 500 ming so'mdan ha chexlar ha. Beradi ishkalaji. 600 ming so'mdan 900 minggacha. 300 ming, 300 ming so'mgacha. Bular nechi bo'l? 350 ming jupimi yo donasimi? Jupi. Jupi 350 ming ekan kelar. Tuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat. Ales, Texaslar nechi bo'l? 1,5 millionga beramiz. 1,5 million ha? 5 oy. Narigilar 800 ming. 800 ming so'mdan 1,5 million ekan. Bular nechi bo'l? Moda hammasi. Modalar nechi bo'l? 150 dollar. Razello ha? Razellolar. Bittasi 100 dollar, bittasi 150 dollar. Bittasi 100 dollar ha. Tanishtiravering. 150 mingdan donasi, radushli baladoylar. Aha. Oqlar 400 mingdan chiqadi. Aha. Bunaqa holat. Yaponskiy 250 ming mana tepada. 250 mingdan yaponskiy. 250 ming. Papugaylar 300 mingdan chiqadi. Tayyor 300 ming so'mdan ekan. Nozenaskiy baladoy 550 ming chiqadi. Krasniy gurdalar bor mana. Aha, nechi bo'ldi? 600 ming chiqadi. 600 ming so'm ekan. Radushli narlar aka ikkita mana. Qana. Nechi bo'l? 300 mingdan. 300 ming so'm ekan akalar. Bular Bular yashili 1 million 100 ming, sarig'i 700 ming. kimga zarur bo'lsa, Bag'lon Kamina qush bozorida sotilyapti akalar. Mana telefon nomerlariga shuni telefon qilinglar. Baraka qilib yuborishadi. Dastavkalari ham bor ekan. Hammaga rahmat. Talak bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Sariq anjirlar nechi pul ekan? O'zlaring olmadi. Ha? 250 dollar ha? Bularchi? 650 dollar. 650 dollar. Rushnoy ekan, gaplari bor deyapti. Bular pastellar nechi pul? 500 dollar. Lorikalarchi? 1300 dollar ishlagan ha? Telefon nomer 88lik 01 44 ekan. Akalar telefon qilinglar. Qiziqqanlar telefon qilsalar ham baraka qilib yuboramiz. Hammaga rahmat, talak bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Marg'ilon Kombinat qush bozorida xuddi shunday mana qush qapaslarini oldiga keldik. 1 million 300 ming so'mlik deyotgan qapasimiz fanerkadan ishlangan ekan. Taylari fanerka ekan. Ikkinchi qapasga o'tadigan joylari setka ekan. Qapasni ko'rishlaringiz mumkin. Mana set fanerkani yeb olgan taqdirda ham tay teshilib qolmaydi, setkasi bo'ladi. O'shaning hisobiga bu 1 million 300 ming so'm ekan. Setkalari qalin setka, rekalari 3-2 rekadan ishlangan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu 1 million 300 ming. Bu 800 ming so'm. Bular necha bo'laga? 150 ming so'm. Ko'rishlaringiz mumkin. Birga 150. 50 lik qapasimiz Bu yo'q. 150 ming so'm ekan. Faner pataloydan yasalgan. Hamma yo'qlari setka. Setkalari ham qalin setkalarda yasalgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Kimga zarur bo'ladigan bo'lsa, Marg'ilon Kombinat qush bozoriga kelsalar ham shu qapaslarni sotilyapti. Aka nomer 90lik 277 1249 telefon raqamlariga telefon qilsalaring, ishlar hal bo'ladi. Farg'ona viloyat bo'yicha bu qapaslarni sotiladi, lekin dastavka qilib bera olmaydi. O'zlaring kelib ko'rib olib ketishlaring mumkin. Bizninglar nechi pul deyapsiz? Fanerkalilarni popugaylarga. Mirashga 14 ming, papugay 10 ming. Popugay, vannisti popugaylarga 10 ming so'm sotilyapti. Meradushka deyiladimi? Meradushka deyiladimi? Bizni Shevada meradushka deyiladi. Bu 15 ming so'm ekan. Bu katta anjerellalarga Yo'q. Karello. Karella Pepsi Novozelandskilar. Aha, nech pul? 30 mingligi, mana 25 mingligi. 2 xil. 30 ming so'mligi qalin ekan akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu Qara. nech pul edi? 25. 25 ming sal yupqaroq ekan mana akalar. Ko'rishlaringiz mumkin.
Bo'laveradi. Yo'q, ikkovi ham fanerka ham zo'r akalar. Qapaslarimiz nechta? Qapaslarimiz 270 bahosi 250 sotyapmiz buni. 270 ming baho aytib, 250 ming so'm sotilyapti ekan. Xonaligimiz bor. 300 ming sotyapmiz bo'lgan. 3 xonali ekan, 300 ming so'm bu, ha? Bu bir tutdan qo'yiladi. Akalar obuna bo'lishni unutmanglar. Yana chiroyli yoritishga harakat qilyapmiz. Bitta like bosib ketamiz degan umiddaman. Rahmat, hozirda aloqaga chiqib uka shag'al to'ktirib turib deydi desalaring, shuni kelamiz. Ketmon kuraylar olib kelib, o'zimiz tekizlab yuborardik. Shunaqa homiylarni oqtaryapti, yo ehson qiladigan akalar bo'lsa, deylar mana shu yerga bir mashina yordam qiladi masalangni, bitta like bosib qo'yinglar. Qani chiqding bozorga? Korobkadan qapas yasadim. Korobkadan qapas yasadim. Necha pul sotyapsan qapaslar? 5 ming so'm. Malades. Mana shu ukamiz mana yosh, necha yoshing nechida? 10 yoshli bolamiz, hozir o'zi ishlab pul topish harakati. Buni sen hech kim majbur qilgan yo'q, o'zing harakat qilyapsan. Malades. Mana harakat qiladigan bolalar uchun bitta like bosib, kommentariyada iliq so'zlar yozib ketishlarini so'rab qolamiz. Endi Baliq bozoridan yengil arzon qilib chiqamiz. Kuzatishda davom eting. Akvarimlar necha pul? Bu akvarimlar. Bu 100 ming, ha? Bu to'y burchagichi. 60, 70, 80, 300 xil razmerda bo'ladi. Mana shu holatda ularga akalar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Kimga ichida akvarimning ichida baliqlar necha pul? Mana shu akvarimni bilan 50 ming. Bu katta bas, o ichidagini so'radimi? Ichida esa 50 ming so'm. Balig'i bilan 50 ming so'm ekan. Endi baliqlarimizni tanishtirib yuboring uka. 40 ming so'm. To'y 25. Ha? Ularchi? Ha. O'lib ketaveradi. Necha pul? 15 ming so'm. 5 ming so'm ekan bularga. Pastga nima arandamidi? Necha pul aranda? Ha? 300 ming so'm ekan, kiraga tayyor ekan, telefon nomer. 91lik 885 87 22. Kimga zarur bo'lsa telefon qilinglar. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida joylashgan bu ukamiz telefon qilsanglar ishlar hal bo'ladi. Hammaga rahmat, like bosishni unutmaymiz. Obunachilarimiz xudo xolasa. Mana Baliq bozori akalar. Hamma turdaysiz bor. Yemidan tortib o'tlarigacha. Kislorod beradigan apparatidan tortib suv lampochka baliqni ikkilagalarigacha bor ekan. Zarur bo'lsa bemalol Marg'ilon Kombinat qush bozoriga kelishlarini so'rab qolamiz. Hammaga rahmat. Talay bosib ketamiz. Shulardan tortib giniznoylargacha, yem hasharlardan tortib bunaqa giniznoylargacha bor. Nima qanaqa donlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bozorimizdan tashqari mana dushanbadan tortib shanba, yakshanba farqi yo'q. Dam olish kuni, ish kunlari ham kesalaring Rizo donda ertalabdan shomgacha bu do'konimiz ochiq turadi. Don mahsulotlari bo'ladi va akvarimlar bunaqa giniznoylargacha sotuvda bor. Bemalol kelaverasizlar, tashrif buyursalaring. Bozordan tashqari kunlarga kelsalaring ham bu yerda donlar sotiladi. Kimga zarur bo'lsa kelaverasizlar. Manzili Marg'ilon Kombinat bozorida joylashgan. Marg'ilon Kombinat qush bozorida ne kirganlaringda Tilla bozoridan shunday kelganlaringda ba'da mana chapda mana oqsoqollarimiz o'tiribdi. Mana qanqillab sayrashyapti. Ojdadalar. Joylarimizni qaranglar, mazza, sayr, oh akalar, mana bedanalarimizni har xillari bor. Mesni bedanalarimiz bor, Italiya bedanalarimiz bor. Boyaga. Mana suvlar qo'yishyapti akalarimiz. Nolasi. Oqsoqollar fikr almashib, dalolda yaxshisizlar. Qovoqlarda har xilidan bor. Endi chirog'im aytdi. Qapaslar, injiqlar chiqib qopti. Dalolda qapas nech bo'lagan teriladiganlari? Yopinchiqlar nech pul? 10 ming so'm ekan. Suv ishlarimiz bor mana. Ikkitasi 5 ming so'm ekan. Kattasi donasi 5 ming so'm. Akalar ko'rishlaringiz mumkin. Qaranglar mana. 80 ming so'm. Talak bosib obuna bo'lib. Mana. Bozor avjida akalar. Qovoqlar ham bor mana. Qovoqlar endi qovoqlar ham o'sha 50 mingdan
500 ming so'mgacha qovoqlar bor ekan. Bedanalarimiz 50 ming so'mdan 1 million so'mgacha bedanalar sotib. Hattoki $200 bedanalarimiz ham bor ekan. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi bozor qaysi bozorga borishimizni YouTube'da yozib ketsalaring. Alaykum assalom. Alex Teams kelyapti. Rahmat G'o'zada. Obuna bo'lib qo'yinglar.